Xitay Komunistlirining Qeshqerdiki 55 yili. Aptori Abdureshitھاجی Keremi. Qeshqar tezkerisi. Bu kitap Xitay Komunistlirining Qeshqarga tajovuz qo'shinlarini elib kirgan 1949 yil 10 ayning 1 kunidan tortib toki 2004 yili 12 ayning oxirigacha bo'lgan 55 yildagi mustamlika siyosatining haqiqiy mohiyati va jarayonini bir qadar tafsiliy ichib yo'ritib berdi. Kitap haqiqatni chiqish nuqtasi qilib, aynan ahvol, aynan peti yezildi. Bu kitapni Xitay Komunistlirining Sharq Turkistondagi tajovuzchilik siyosatining amaliy isboti deyishgimi bo'ladi. 1949 yil 1949 yil 10 ayning 1 kuni Şinjan Garnizon Qo'mondonlik shtabining muavin bosh qo'mondoni qo'shimcha yangidan o'zgartib tashkillangan 41-diviziyaning qo'mondoni Zhao Shiguang, Xitoy markaziy hukumatining raisi Mao Zedongning topshiriqiga binoan tajovuzchi qo'shinlarni boshlab Qashqarga kirib o'rinlashdi. Hamda Mao Zedongga telegramma yo'llab daxli ta'rifsiz hamma ishning ko'ngildagidek bo'lganligini bayon qildi. Bu kun Sharq Turkiston tarixidagi musibat kuni bo'lib, vatan sirtidagi Uyg'ur tashkilotlari har yili 10 ayning 1 kuni o'zi turishliq davlat Xitoy konsulxonalarining oldiga berib, qarshilik namoyishlarini elib bordi. 10 ayning 10 kuni Mao Zedong Zhao Shiguangga telegramma yo'llab, General Zhao Shiguang, telegrammangizni topshirib oldim. Şinjanning tinchlik bilan ozod bo'lishi butun mamlakat xalqini shodlantirdi. Janubiy Şinjanga o'rinlashgan barliq ofitser jangchilar birdak ittifoqlashib, o'zinglarni xalq armiyasiga o'zgartish uchun tirishishinglarni umid qilaman deb yozdi. Zhao Shiguang Gomindangning generallaridan bo'lib, o'zligidan taslim bo'lib, kommunist armiyasiga qo'shilib ketgan. Bu dal marhum ustozimiz Chingizxon Damullamning 1951 yili Mao Zedong bilan ko'rishganda aytgan qizil ishт, qora ishт, baribir ishт degan ilmiy hukmining to'g'riliqini isbotlaydi. 11 ay 11 ayning 26 kuni Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining 1-dala armiyasi 1-Bingtuan 2-korpus 4-diviziya strategik shahar bo'lgan Qashqarga yetib kelib, 4-diviziyaga bevosita qarashliq 10-polkni Qashqarga o'rinlashtirdi. 12-polkni Maralveshi, Perizat, Yo'pirg'i qatorliq 3 nahiyaga o'rinlashtirdi. 11-polk Yakan nahiyasiga o'rinlashtirildi. 2-korpusning junjangi Goping, siyosiy komissari Wang Immolar va 2-korpusga qarashli qismlar 12 ayning 1 kuni Qashqarga yetib keldi. Qashqar shahrining hozir qaydirimdan tortib, yavaq ko'rgichi bo'lgan orliqda Xitoylarning yirtiq ishdan 80 yamoq salgan kiyimlarni kiyib, apkash ko'tirib, tezak terib, 3 cho'ng intizom 8 diqqat naqsini aytib, qarz olsak qaytiramiz, buzilsa to'laymiz, xalqning yip yingnisiga tegmaymiz degan naqsi har qadamda kishilarning qulog'iga anglanib turadi. Uni ko'rgan va anglagan oq ko'ngil sodda Uyg'ur xalqi ortiq o'ylarini bo'shtib,
ularni o'rinlashtirgan bo'lsa, o'z beshiga kelayotgan balay qazodan saqlanishni maqsad qilgan Aptori boyvachchidak bir qism boylarimiz bog' ho'yla yer ziminlarni bo'shtib, ularni o'rinlashtirib, o'ziga keladigan xatarning oldini olishga tirishmoqda edi. 12 ayning 13 kuni Qashqarning Qizil Ko'rik bo'yidagi maydonga Xitoy armiyasi bilan yerlik xalqning majburiy qatnashtirilishi bilan 30 ming kishilik hukm e'lon qilish yig'in chaqirildi. Xitoy doiralari dushmanning yuragini mujub, ko'nglini ol, hilasini ishlatib, Qashqardagi vatanparvar zot Tursun Ali başlıq bir turkum ziyolilarga o'lim jazosi berib, naq maydonda ijro qildi. Hamda Qashqarning tinish yo'l bilan ozod bo'lganligini jakarlab, bir qism yalangto'sh kishilarni o'z atrofiga to'plab, ularni xalq ozodlik armiyasini himoya qilishga chaqirdi. 12 ayning 14 kuni Komindangning Xitoy kommunistlari tarafga o'tgan 42 polki Yangisharda cho'ng yig'in chaqirib, Xitoy ozodlik armiyasi 2 korpusining junjangi Goping Komindangdan Xitoy kommunistlari armiyasiga o'tgan qismlarning o'zlarini yaxshi o'zgartib, ismi jismiga loyiq Xitoy kommunist askari bo'lishga undab vaz etdi. 2 korpusning siyosiy komissari bo'lgan Wang Imao haqiqatga qaytish masalasi haqida so'z qilib, 4 masala ustida jar soldi. Birinchi, haqiqatga qaytish degan nima? Ikkinchi, nima uchun haqiqatga qaytdinglar? Uchinchi, haqiqatga qaytishdagi asosiy iqim. To'rtinchi, haqiqatga qaytishning istiqboli. Shuning bilan Qashqar tuprog'ida yangi koni Xitoylarning o'zaro eg'iz burun yalishib, yerli xalq bo'lgan Uyg'ur xalqini yangi boshdan mustamlikasiga aylantirib, qul qilish siyosatini yurgizishga boshladi. 1950 yil 1950 1 ayning 3 kuni Qashqarda 19 kishidan tarkib topgan harbiy idora qilish komiteti qurilib, Wang Imao bosh mudir, Abdukerimxon Mahsum muavin mudir, Mamtimin Iminov muavin mudir qilib bekitildi. Bu organ Qashqardagi eng yuqori huquqli organ bo'lib, Qashqar viloyatining harbiy va ma'muriy ishlarini yurgizadigan organ edi. Shu kunlarda butun Qashqar viloyatida bir yurish harbiy holat e'lon qilingan edi. Shu kuni Xitoy Xalq ozodlik armiyasining 40-diviziya Loma Daduyi Gansu o'lkasining Jouchuan shahridan yo'lga chiqib 61 kunda 2838 chaqirim yo'l yurib, Qashqarga kelib o'rinlashdi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining 2 korpusi Şinjanға o'rinlashgan qismlarning bunday keyingi qiladigan xizmatlari haqida qaror ma'qulladi. 2 korpusning bunday keyingi asosli vazifasi: birinchi, davlat mudofaa chegarasini qo'g'dash. Ikkinchi, jamiyat amonligini qo'g'dash. Uchinchi, harbiy mashqni kuchaytirish. To'rtinchi, ishlab chiqarishga qatnashish. Beshinchi, xalq ommasiga bo'lgan xizmatni yaxshilash deb bekitdi. Shu kundan boshlab Xitoy kommunistlarining hukmronlik o'rni rasmiy turda Qashqarda ishga eshishga boshladi. 1 ayning 9-kuni. Ilova. Bu kitobni Xitoyning Qashqar harbiy rayon, Qashqar sho'ba harbiy rayoni,
1949 yillardagi Xitay Kompartiyasining Qashqar, Soho maydonidagi aloqa bog'lash punkti qatorliq o'rinlarning arxiv ambiridan har xil usullar bilan qo'lga tushirgan edim. Maqsadim Xitay Kommunist Partiyasi qandaq qilib o'zining tajovuzchilik hokimiyatini Qashqarda turg'izib saqlab qala oladi. Qatorliqlarni aynan yo'rtib berish edi. Men buni uzun yillardan beri saqlab kelayotgan edim. Kelgusida buni bir kitob holatiga keltirib, nashr qilib, xalqimga hadiya qilib topshirmoqchi edim. Agar uni Uyg'urchaga tarjima qilib, kitob qilib, men yozgandek yozsa, taxminan 10 parcha kitob bo'lib bitishi mumkin. Afsus. Mening yeshimning cho'ng'ayishiga agishib, kompyuter oldida o'ltirib, bu kitobni davomlashtirishga bardoshlik bera olmadim. Umrim yetmaydigandek qilyotidi. Mubada bu kitobni yozishni davomlashtira oladigan jasur azimatlarim bo'lsa, tarixiy manba bo'lgan, asli nusxasi bo'lgan Xitoycha nusxasini shu azmatga topshirib bermoqchiman. Iroda qilgan azmatlarim bo'lsa, men bilan aloqalashsa, tarixiy manba bo'lgan Xitoycha nusxasini topshirib beraman. Hurmat va katta ehtirom bilan Abdureshithaji Keremi. Shvetsiya poytaxti Stockholm 2019 yil 1 sentabr.